O'g'il bolalar esa to'p tepib bir oynani sindirsa ham ertasi kuni yana o'sha joyga qaytardi. Yoz kunlari muzqaymoqning qog'ozini yalab, qish kunlari esa qo'lqopsiz qorbo'ron o'ynardik. Qo'llarimiz muzlab qolsa ham uyga kirgimiz kelmasdi. Qor odam yasab unga ism qo'yardik, go'yo u ham bizning o'yinimizning bir qismi edi. Bugun esa ko'chalar jim. Derazalar ortida bolalar bor, lekin ularning kulgusi ko'chaga chiqmaydi. O'yinlar ekran ichida, do'stliklar masofada. Balki shuning uchun ham yomg'irning hidi eskisidek tuyulmas. Bolalik qaytmaydigan fasl. O'ychan ko'chalarda, sindirilgan to'pda, pista chaqilgan kaftlarda, yomg'irdan keyingi havoda qolib ketgan. Biz ulg'aydik, ammo ichimizda o'sha ko'chani sog'inayotgan bola hanuz yashaydi.